aylanish, yurishni tavsiya qilamiz. Bu narsa o'pkani shu kungacha yig'ilib qolgan chang zarrachalaridan tozalashga yordam beradi. O'z qo'llarimiz bilan farzandimizni organizmini zaharlayotganimizda, uni organizmini qo'pol qilib aytganda musor qutiga aylantirayotganimizni bilmaymiz. Yo'talda noto'g'ri ishlatilgan dori bilan ota-onalar farzandini o'zlari ahvolini og'irlashtirib qo'yishyapti. Siz bergan Ambraxol bolani holatini og'irlashtiryapti. O'shani bermaganingiz yaxshi edi. Bizda ana kokteyl isitmalab keldi yo yo'talib keldi, moda-ku, ichiga hamma narsani solamizda, bolaga yig'latib kapelnitsa qilamiz. Vitamin C ni tezroq yaxshi bo'lsin deb 2-3 talab solib yuboramiz. Oldingi videoda bolalar orasida yo'tal ko'payayotganlik sabablarini ko'rib chiqqan edik. Bugun esa sizlar bilan uning yechimi, oldini olish hamda ayrim dori vositalarining yo'talda ta'sirlari bo'yicha gaplashamiz. Assalomu alaykum. Siz bilan yana pediatr Guli Normayeva. Xo'p, endi birinchi sabab qilib bizni havoning ifloslanishi haqida gaplashgan edik. Xo'p, biz havoni filtrlay olmaymiz, lekin uni o'ziga yarasha yechimlarini qilishimiz mumkin. Masalan, tavsiya beraman, hovlida yashaydigan oilalarda yashil o'simliklarni hovlida maksimal ko'paytirish. Ko'p qavatli uylarda esa xonalarda yashil o'simliklarni maksimal ko'paytirish. Yana tavsiya berardimki, imkon qadar har bir xonadonda havoni tozalab, namlab beradigan apparatlarni ishlatishni o'sha yo'lga qo'yadigan zamonga yetib keldik. Undan tashqari imkon qadar yashil o'simliklar ko'p joylarga sayohat qilish, dam olish kunlari o'sha joylarda aylanish, yurishni tavsiya qilamiz. Bu narsa o'pkani shu kungacha yig'ilib qolgan chang zarrachalaridan tozalashga yordam beradi. Shu sababdan biz obstruktiv bronxitdan, uzoq vaqt allergik kasalliklardan qiynalayotgan insonlarni zominga jo'natamiz, bir oylik sayohatlarga jo'natamiz, sanatoriyalarga jo'natamiz. Buning hammasi nafas yo'llarini tozalash maqsadida amalga oshiriladi. Endi ikkinchi sabab qilib virusli infeksiyalarni ko'payayotganligini, bolalarning jamoatlashganligini aytgan edik. Biz onalarimizdan imkon qadar iltimos qilardikki, hech bo'lmaganda farzand 1 yosh bo'lgunga qadar jamoaga aralashuvini kamaytirishni. Bola juda nozik, uni kattalarga nisbatan immuniteti 10 baravar sust bo'ladi. Yoshligida ko'p infeksiyaga chalingan bola bu butun umr immun sistemasida muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababdan bolangizni hech bo'lmaganda 1 yoshgacha imkon qadar jamoa joylariga olib bormang. Bu ikkinchi yechim deya olamiz. Ovqatlanish menimcha hamma o'sha nutritsiyologiya bo'yicha yetarlicha bilimga ega bo'lib kelyapti. Bolalarni to'g'ri ovqatlantiring. Mana o'zim ham farzandlarim bor, bog'chaga boradigan bo'lsak, bog'chani darvozasida juda ko'pchilik ota-onalarning qo'lida kimyoviy o'sha narsalar, sokcha, chupis, shikolatcha, o'shalar bilan bolalarini kutib olishadi. O'z qo'llarimiz bilan farzandimizni organizmini zaharlayotganimizda, uni organizmini qo'pol qilib aytganda musor qutiga aylantirayotganimizni bilmaymiz. Demak, kimyoviy moddalardan, upakovka qilingan, ko'p saqlanishga mo'ljallangan moddalardan bolangizni himoya qiling. Keyin shu o'rinda aytib o'tishim kerak, dori moddalarini noto'g'ri qo'llayapti ko'pchilik. Ayrim hozir quyida aytadiganlarim balki kimnidir hayratga ham solishi mumkin. Bolalar salomatligi bo'yicha yanada qiziqarli ma'lumotlarni har kun olishni xohlasangiz, pastdagi havola orqali Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin. U yerda har kun farzand salomatligi bo'yicha qiziqarli va foydali ma'lumotlar berib boriladi. Yo'tal dori deganda vitrina to'la dori, lekin yo'talni ham turi ko'p. Yo'talda noto'g'ri ishlatilgan dori bilan ota-onalar farzandini o'zlari ahvolini og'irlashtirib qo'yishyapti. Masalan, atxarkushi preparatlar deymiz, ya'ni balg'am haydovchi dori vositalar, Ambraxol, Atkashlia, Mukaltinda bularning asosiy vazifasi nam yo'talda balg'amni chiqarib berish. Quruq yo'talda buni ishlatish bolani ahvolini og'irlashtiradi. Kuni kecha bo'lgan holat, 1 yashar bola 1-2 ta yo'taluvdida, doktor shu uchun uyda Ambraxol bor edi, shuni berdim ham yaxshi bo'lmadi, yo'tali kuchayib ketdi, xirillab chiqdi.
siz bergan Ambraxol bolani holatini og'irlashtiryapti. O'shani bermaganingiz yaxshi edi. Hozirgi kunda bolalar balg'am haydovchi vositalarigacha yetib borishi kamroq. Statsionar sharoitda ko'proq ishlatyapmiz. Oxirgi marta o'zim shu Adhar kishi preparatlardan Ambraxol mukalsinlarni yozganim esimda yo'q. Ular u darajaga statsionar sharoitdagina qo'llayapmiz. Ayniqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida balg'am ko'chiruvchilar hamda mukolitiklarni biz o'ylab ishlatishimiz kerak. Chunki tepada turgan balg'amni biz u preparatlar bilan suyultiramiz va butun o'pkaga yoyib beramiz. O'z qo'limiz bilan bolamizni pnevmoniya qilib qo'yamiz. Yokida markaziy nerv sistemasini bloklaydigan, yo'talish markazini bloklaydigan preparatlar bor. Eshitgansiz. Sinikot, Pictalvan Stop, Libexin, Tussifenda, Pertussinda bu preparatlarni biz agar balg'amli yo'talda ishlatib qo'yadigan bo'lsak, yo'tal to'xtaydi, balg'am ichkarida. Balg'am ichkarida turavergandan keyin yallig'lanish kuchayib ketaveradi va bronxdagi balg'amlarni biz to'g'ri alveolaga tushirib beramiz. Natijada o'z qo'limiz bilan o'ylamasdan berilgan dori tufayli bolamizni pnevmoniya qilib qo'yamiz. Yana qaysi preparatlarni aytamiz? Birinchi avlod antigistamin preparatlar. Bu preparatlar balg'amni quyultirish xususiyatiga ega. Yopishqoq qilib qo'yadi. Bronxga balg'am yopishib qoladi. Natijada yopishib qolgan balg'amni chiqaraman deydida, bola yo'talayveradi. Shu sababdan birinchi avlodga ko'proq Dimidrol, Suprastin deymiz. Bu preparatlarni ham bolaga o'zizcha berishdan ehtiyot bo'ling. Undan tashqari vitamin C. Bizda kokteyl isitmalab keldi yo yo'talib keldi, moda-ku, ichiga hamma narsani solamizda, bolaga yig'latib kapelnitsa qilamiz. Vitamin C ni tezroq yaxshi bo'lsin deb 2-3 talab solib yuboramiz. Ertasi kuni bola xishillab, yo'talib tinmaydi. Vitamin C yo'talning kuchayishiga sababchi bo'ldi. Xo'p, va oxirgisi bu antibiotiklar. Bir farmakologiya o'qituvchimiz bo'lardi. Hali 15 yil oldin aytilgan gap, hali antibiotiklar zamoni tugaydi va fermentlar zamoni boshlanadi. Biz hozircha antibiotiklardan voz kecha olmaymiz, chunki juda kuchli bakteriyalarimiz bor. Ularga antibiotiklarsiz kurasha olmayapmiz. Lekin shunga qaramasdan antibakterial terapiyani maksimal faqat muhtoj bo'lgandagina bolangizga qo'llashingizni tavsiya berardim. Ular bolani bioflorasini buzadi, immun sistemasini ishdan chiqaradi va natijada tez-tez kasal bo'luvchi yoki kasal bo'lsa uzoq davom etuvchi bolalarni yetishtirib qo'yamiz. Farmakologiya o'qituvchimiz aytardilar, dori bu zahar. Yo tuzaltiradi, yo o'ldiradi derdilar. Qo'pol endi eshitilishi mumkin, lekin bu narsani aytganimiz sababi, hurmatli ota-onalar, har bitta dori preparatni farzandingizga berishdan oldin albatta shifokor bilan maslahatlashing, albatta uni yo'riqnomasini o'qing, tarkibini o'qib chiqing. Shunchaki og'zidan siz berib qo'ygan oddiy siropcha yoki siz berib qo'ygan oddiy shirin tabletkacha uni ichki organlariga qanchalar ta'sir ko'rsatishini siz to'liq bilmaysiz. Farzandingizni ehtiyot qiling. Izohlarda qanday savollaringiz bo'lsa, barchasini qoldiring. Aktiv bo'ling. Qaysi mavzularda yana videolar olishimizni xohlaysiz? Izohlarda kutamiz.